Mana shu uyni bitta tashqarisini ko'rib olaylik-da. Mana tashqarimiz Marg'ilon Vatsroyda Kanichkada turibmiz. Mana yerda hammom bor, Kanichkani bilasizlar, hamma biladi, domlari oldida. Bilsanglar ham 4 ta 5 ta kottej tushgan. Ichida pishig'ishda bo'lgan 100% en chempion 2 etajligini sotuvga qo'ygani keldi. Narxi 68 ming. Narxi ham realniy narx qo'yilyapti. Past raqamlar egalari tem bo'lib telefon qilib baraka qilishlari mumkin. Общий 2,5 sotuvlik salkam zeloniy zona qoldirilgan. Общий 7 ta xona, 2 ta sanuzel bor, bitta oshxonasi bor ekan. Bu devorlar orqasida 1,5 metr yana foydalanish yeri bor. Bitta eshikni ochib foydalansangiz orqa tomon qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Visokovoltniy svet o'tgan ekan. O'shuni hisobiga to'sib qo'yishgan, antak foydalansa bo'ladi. Dokumentda bor ham shekilli. Past raqamlar egalari telefon qilaverasizlar. Xollga chiqib turib, o'ngga chapga qilib mehmonxona, xullas hammasi chetda ekan. To'g'rida keladoki uchun ham kattagina joyi bor. Kvartira xonalari katta. Xo'p, kvadratlar juda ham katta. Tevadan ko'rinishi ham chiroyli. Past raqamlar egalari Marg'ilon va Vatsroyda Kanichkadan so'raganlar jo'natib yuboramiz. Narxini sizlarga 68 ming. Mana shunaqa 100% pishig'ishda bo'lgan uy so'ragan do'stingizga jo'natib qo'yamiz.